Assalomu alaykum do'stlarim. 45 kvadratlik 40 ming dollarlik ushbu domimiz bugun sotuvda. Ha, qaranglar, qanday chiroyli a? Go'zal. Kenyalarimiz uchun sharoitlarimiz qilingan. Suv, svet, gaz, отопление, hamma sharoitimiz bor. Ishonaveringlar. Mana ushbu spalniyimizga to'g'ri kelasizlar. Do'stlarim, mana Qirg'iziston O'sh shahri arka. Ya'ni ana biz aynakdan shunday qarasanglar, Ablosa bannisamiz ko'rinib turibdi. Shu banniza bilan qo'shni ushbu domda 12-qavati 45 kvadratlik ushbu kvartiramiz bugun sotuvda. Tayyor remontlari bilan do'stlarim, azizlarim. Qaranglar, moshkaf, kaf deysizlarmi, xullas, tumba hamma yo'q, bor, tayyor. Bu spalniyimiz bo'lyapti. Mana bu yerimiz, kuxniyalarimiz bilan, lyustralarimiz bilan bu kuxniyamiz bo'lyapti. Va do'stlarim, mana bu yoshlar uchun sanuzel, mana Ariston disklarimi, dushovoy hamma yo'g'i yangi qo'yilgan ekan. Yangi. Mashalloh. Endi mana bu yerda esa do'stlarim juda ham chiroyli bo'lmuş yana bitta mehmonxonamiz. Mana. Qarang. Zo'ra do'stlar, mana отопление disklarimiz bor. Sharoitlarimiz zo'r. Bitta beraymi arka tomondan burib bering aka. Mana atirgillar ochdi chiray. Qara, ahli saray. Do'stlarim, mazami? Ha? Maza qilib hamma sharoitlari bor. Liftlarimiz ishlaydi, domimiz taylarda magazinlar. Mana banitsa, yo'llarimiz juda ham chiroyli bo'lib bo'lyapti. Tayyor do'stlarim, ikkita xona ekan, qaranglar. 40 ming dollar. Ha, 40 ming dollar do'stlarim. Do'stlar, telefon raqamlarimizni zudlik bilan yozinglar. 0555 bilan 18 55 10. Qaytaraman, 0555 bilan 18 55 10. Telefon qilib domimizni olinglar.